Assalomu alaykum qadrli YouTube ixlosmandlari, sizlar. Mana kul bilan fosforli kalsiyli qorishma smes tayyorlayapman. Shuni hozir sizlarga ko'rsataman. Vijillayapti. Bir chinni kuldan soldim, to'ldirib suvni quydim. Keyin orqasidan mana 9% uksusni quyib yubordim, 200 gram. Keyin yaxshilab aralashtirdim. Undan keyin mana 20 gram limonli kislota. Mana 20 gram yozib qo'ygan. Limonli kislotani bo'shatib, vaj deydi. Vaj deganda aralashtirib qo'yadi buni. Bugun 9-may yasadim. Hozir kechki payt soat 5 bo'ldi. Asrga yaqin. Ertaga xudo xolasa asrdan keyin quyib chiqamiz buni. 40 litr suvga tayyorlayman. Unisini ertaga ko'ramiz. Xo'sh. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, qadrdonlar, like tugmasini bosib, boshqalarga ham ko'proq tarqalsin. Bu oddiy retsept. Fosforli kerak, hozir yangi ko'chatlarga fosfor bilan kalsiy. Ayniqsa pomidorga juda kerakli narsa. Mana shu narsani tarqalishiga yordam beringlar. Sog' bo'linglar, paka. Davomini ertaga ko'ramiz.